Assalomu alaykum kanalimiz amrachlari. Bugun 26 Mart do'stlar. Birinchi tumani, birinchi ofi sentrinde katta to'yxona sotiladi do'stlar. Bu to'yxonamizning yer maydoni почти 1 gektar. Yerlari juda katta. 50 tarafında yeri var. Ana Kaptalında da yer var. Elinde de stadyonu var dostlar. Mini stadyonu. 50 tarafında buna magazinleri var. Balalar oynatağın meydançası ham var buna. Mestasına kelsak 550 adamlık ekan do'stlar. Katta to'yxona. Hozir kirib bir chetdan tanishtiramiz. Точный adresga kelsak, adresimiz birinchi ofi, prямо garajining yanında do'stlar. Buyog'imiz Madaniyat saroyi. Maktab. Zo'r mestada joylashgan do'stlar. Prямо 3 yo'lning bo'yinda. Ketdik. Bir chetdan aylantirib tushiramiz do'stlar. Har taraflama pul ishlasangizlar bo'ladi. Tayyor biznes do'stlar. Ballar o'ynab turibdi. Ballarga arendaga berib qo'yib pul ishlasangizlar ham bo'ladi. Kechasina pulli bo'ladi ekan, kunduzi mut deydi. Bu yerda magazini, ki magazin ham ko'rsating. Холодильник, vitrina, hammasi shu ko'rib turgan narsalar qoladi do'stlar. Televizor, stol. Bu yerda детский площадка. Va alaykum salom, yaxshimisiz? Karusellar ham bor bunda. Karusellar, batutlar hammasi qoladi do'stlar. Birinchi yerlarni ko'rsatamiz, keyin to'yxona ichiga kiramiz. Bu gazonning o'zi bir 20 sotikli yerga joylashgan ekan do'stlar. Gazonning anog'ida da hadavr yeri bor ekan. Uzunasına magazin savarsanızlar ham bo'ladi. Ili joy savarsanızlar ham bo'ladi. Chegarasına kelsak, chegarasi ana shu zabor. Shu zaborning buyog'ina yana bir to'yxona savarsanızlar bo'ladi. Ana shu stalbagacha desa ham bo'ladi do'stlar mana. Prямо yo'lning bo'yi, zo'r mesda joylashgan. Buyog'ida molxonasi, tovuqxonasi, skladi hammalasi salınib turibdi uzunasına. Ikkinchi etajında buyog'ida müşunda joy ham bor do'stlar. Ko'rda yashab, to'yxonani arendaga berib o'tiraverasizlar. Xohlasangiz bu yerda magazin savarsanizlar bo'ladi, ili joy savarsanizlar bo'ladi. Bu yoq tarafında katta zali, 80 odamlik zali bor ekan. Bunday xonalardan biri 6 xona bor ekan. Bir emas 2-3 biznes do'stlar. Bu yoqda gazon, bu yoqda magazin. Ana yoqda yana bir narsa qurib tashlasangiz bo'ladi. Moyka, soyka, stroy magazin, ili produktu magazin hammasini qurib tashlaverasizlar. Oshxonasini ko'rsatamiz, ketdik. Konditsionerga kelsak, konditsioner katta konditsionerlardan 6 dona deydi. Kichkina konditsionerlardan 2-3 dona bor ekan. Assalomu alaykum. Bu yoqda qozonxona kichkina. Bu yoqda gashib yozib yotgan. Qozonlarni qaranglar. 1, 2, 3, 4. 4 ta qozon, katta qozonlar. Bu yoqda qozon tovoq. Bu yoqda mo'ygasi. Assalomu alaykum, qaranglar. Bu yoqda skladi, aroq skladi. To'yxona kiramiz. To'y bo'lyapti. Balkon ketgan bundaqa. Ularni ko'rsat. 550 odam sig'adi. Saylar har uqulda. Okey, 550 adamlık dostlar. Kanalarına gezek, kanaları 1, 2, 3, 6 tane kanatı var ekan, kabinesi. Remontuna gezek, remontu da zor. Hem birleri aboyda takan. Yağımız детский площадка. Ballarımızı verip koyarızlar. Remontuna umma geliyor. Kirgendeki 10 tarafımızda ne bu? Dasturxon xona bu, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dasturxon bo'lardi do'lar. Kat tarafida umonliklar bo'ladi. Buyog'imizda yozuvchi zo'q qarabchi. Endi ham remontlar normal. Eldini chegarasına kelsak, ana shu gazonning o'zi do'stlar, uzunasına ketadi chaqqarab. Zo'r biznes, her yoqlama ishlasangizlar bo'ladi. Gazon, детский площадка, ana bir stроительный magazinmi, produktiv magazinmi qurib bersangizlar bo'ladi uzunasına. Pullarınız bo'lsa, bas verish kerak do'stlar. Bahasına kelsak, bahasi $300,000 aytilishi, kelishilgan narxda sotiladi.
Telefon nomerlari yoziladi, zvont etib kelishib olasizlar. Barter xizmatan bor deyotir. Agar shaharda joy bo'lsa, joyga da almashaveramiz dedi. Mashina sashini qilib, plus minus hisoblab olaverasizlar.